Ay, zo'rg'a turdim. Yo, men qayerdaman? Qamoqxonami bu yer? Nima bo'm-bo'sh? Nega men bu yerdaman? Ana uyim. Yo'q. Nima bu endi? Nima? O'zimni tanishtirmabman-ku. Salom hammaga do'stlar. Hozir. Ha. Bugun biz sizlar bilan Max Lider. Bugun men qayerdaman? Qamoqxonam. Meni qamab qo'yishibdi. Men ozgina uxlaychi. Men ko'p uxladim. Qishloqqa nega men bu yerdaman? Aytchi, nega men bu yerdaman? Seni men qamab qo'ydim. Nimaga? Men yaxshi yashayotgan edim. Sen uyni o'g'irlab qo'yding. Voy. Uy meniki. Qanday senikiligini men bilmabman-ku. Olaver deding. To'g'ri, olaver dedim. Men bilmabman. U meniki ekan. Voy. Bo'pti. Sen bugun kechqurun qamoqdan chiqasan. Mayli, ungacha uxlab olay. Shikli bo'lib qoldi. Kechqurun dedi. Kechqurun bo'ldi. Yes. Hozir jitil keladi. Ungacha sanab turaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oy. Yo'q, kelibdi. Meni qo'yaverasanmi? Ha, qo'yaveraman. Bungacha sen hamma narsa yo'q bo'lib qoldi. Faqat asta-sana. Mayli. Qo'rqoqqa qarab ol. Xo'sh, mayli. Bunday qilib 1, 2,